Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun siz bilan shunday bir muhim mavzuni muhokama qilamizki, bu ishonchim komilki har biringizga tegishli. Bilingki, hozir gapiradigan narsalarim sizning mobil aloqa xarajatlaringizni tubdan o'zgartirishi mumkin. Agar siz ham mobil operatoringizga ortiqcha pul to'layotgandek tuyulayotgan bo'lsa, agar siz ham kutilmagan to'lovlar tufayli cho'ntagingiz yupqalashayotganini his qilayotgan bo'lsangiz, demak, bu video aynan siz uchun. Bugungi kunda operatorlar jim turadigan, ko'zdan yashiradigan, lekin siz bilishingiz shart bo'lgan yashirin tariflar va kutilmagan xizmatlar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumotlar shunchaki muhim emas, balki hayotiy ahamiyatga ega. Sizdan hoziroq kanalimga obuna bo'lishni va videoga like bosishni so'rayman. Chunki bu ma'lumotlarni ko'proq odamlar ko'rishiga yordam beradi. Ishonchim komilki, bu videomiz sizning nafaqat pulingizni, balki asablaringizni ham tejashga xizmat qiladi. Keling, avvaliga biroz tariximizga nazar tashlasak. Eslab ko'ring, 10-15 yil avval mobil aloqa bozorida vaziyat qanday edi? O'shanda operatorlar soni kam, tariflar esa ancha sodda va tushunarli edi. Siz bir tarifni tanlardingiz, uning shartlarini aniq bilardingiz. Daqiqalar, SMS va ehtimol internet paketi. Hammasi ochiq-oydin, hech qanday ikkilamchi ma'no yo'q edi. Balansingizni tekshirganingizda qancha pulingiz borligini va u nimalarga sarflanayotganini bir qarashda bilish mumkin edi. Qo'shimcha xizmatlar ham kam edi. Asosan ulanish yoki o'chirish uchun aniq buyruqlar mavjud bo'lib, ular pullik ekanligi haqida aniq ogohlantirish berilardi. Bu davrda raqobat bugungidek shiddatli emas edi. Shu sababli operatorlar mijozlarni murakkab, chigal sxemalar orqali ushlab turishga hojat sezishmasdi. Mijozning ishonchini qozonish va uni sodda takliflar bilan o'zida ushlab qolish asosiy maqsad edi. Shu tufayli narxlar biroz qimmatroq bo'lsa ham, shaffoflik darajasi yuqori edi. Ammo bugungi kunga kelib vaziyat tubdan o'zgardi. Mobil aloqa bozorida raqobat nihoyatda kuchaydi. Har bir operator o'ziga ko'proq mijoz jalb qilish va ularni ushlab qolish uchun har xil marketing hiylalarini ishga solmoqda. Bu esa tariflarning yanada murakkablashishiga, ko'plab kichik yulduzchalar bilan belgilangan shartlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Endi sizga cheksiz internet yoki super arzon daqiqalar taklif qilinadi. Lekin operatorlar bu takliflarning ortida qanday yashirin shartlar yashiringanini ko'pincha aytmaydi. Xizmatlar avtomatik tarzda ulanishi, bepul sinov muddatidan so'ng pullik bo'lib qolishi, tarif rejalarining kutilmaganda o'zgarishi va eng yomoni, siz bilmagan holda qo'shimcha pullik obunalarga ulanib qolishingiz kabi holatlar odatiy holga aylandi. Operatorlar shaffoflik o'rniga murakkablikni tanlab, ko'pincha foydani mijozning bilimsizligidan olishga urinishmoqda. Ularning asosiy maqsadi sizni o'z tarifida imkon qadar uzoq ushlab turish va undan maksimal darajada daromad olishdir. Bu esa biz oddiy foydalanuvchilar uchun qiyinchilik tug'diradi. Chunki biz doimiy ravishda balansimizni nazorat qilib borishimiz va har qanday kutilmagan to'lovga tayyor turishimizga to'g'ri keladi. Keling, endi bu vaziyatni yanada chuqurroq ko'rib chiqaylik va konkret misollar bilan tushuntirishga harakat qilaylik. Kimlar bu yashirin xizmatlardan ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchidan, har bir foydalanuvchi bilishi kerak bo'lgan eng asosiy narsa bu avtomatik pullik obunalar. Bu xizmatlar ko'pincha SMS orqali yoki internetda biron bir saytga kirganingizda ehtiyotsizlik bilan bosib yuborgan tugmangiz orqali faollashadi. Tasavvur qiling, sizga ob-havo ma'lumoti, kunlik hazillar, so'nggi yangiliklar yoki burjlar bashorati kabi mazmundagi SMS keladi. Unda shunday yozilgan bo'lishi mumkin:
ob-havo ma'lumotlarini har kuni olish uchun onni raqamini yuboring. Siz buni bepul deb o'ylaysiz yoki shunchaki qiziqib onni raqamini yuborasiz. Ammo aslida siz har kuni yoki har hafta ma'lum bir summani avtomatik ravishda yechib oladigan pullik xizmatga obuna bo'lib qolasiz. Yoki internetda biron bir videoni ko'rayotganingizda videoni davom ettirish uchun bu yerga bosing degan yozuv chiqadi. Siz buni oddiy tugma deb o'ylaysiz va bosasiz. Natijada esa siz qandaydir o'yinlar yoki qo'ng'iroq ohanglari, gudoklar xizmatiga obuna bo'lib qolasiz. Bu ham har kuni yoki haftada pulingizni yeydi. Qanday qilib bu xizmatlar faollashadi? Ba'zida hatto bir marta tasodifan bosilgan reklamalar orqali ham sodir bo'lishi mumkin. Siz saytda biron bir elementni bosmoqchi bo'lasiz, lekin u yerda yashiringan reklama maydoni bo'ladi va bu reklama sizni avtomatik ravishda biror pullik obunaga ulab qo'yadi. Bu juda ayyorona usul. Ko'pincha bu xizmatlarning narxi unchalik katta emasdek tuyuladi. Kuniga 500 so'm yoki 1000 so'm. Lekin bir oyda bu 15,000 so'm yoki 30,000 so'mga aylanadi. Agar siz bir nechta shunday xizmatlarga ulanib qolgan bo'lsangiz-chi, bu pul ancha sezilarli miqdorga yetishi mumkin. Ikkinchidan, cheksiz tariflar. Hozirgi kunda operatorlar cheksiz internet yoki cheksiz daqiqalar kabi jozibador tariflarni taklif qilishmoqda. Bu albatta juda yoqimli eshitiladi. Ammo ko'pincha bu cheksizlik ma'lum shartlar bilan cheklangan bo'ladi. Misol uchun, cheksiz internet tarifini olasiz, lekin uning mayda yozuvlarida shunday yozilgan bo'lishi mumkin. Foydalanishning adolatli siyosati, Fair Usage Policy mavjud. Ma'lum bir trafik hajmidan, masalan, 20 gigabytes yoki 50 gigabytes oshganingizdan so'ng internet tezligi sezilarli darajada pasaytiriladi. Masalan, 64 kilobits per sekundgacha. Bu tezlikda esa oddiy web sahifani ochish ham qiyin. Video tomosha qilish yoki onlayn o'yinlar o'ynash esa deyarli imkonsiz. Natijada siz cheksiz internet uchun pul to'laysiz, lekin aslida u cheklangan bo'lib chiqadi. Ba'zi tariflarda esa cheksiz internet faqat tungi vaqtda, masalan, soat 00:00 dan 06:00 gacha haqiqiy cheksiz bo'ladi. Kunduzgi vaqtda esa ma'lum trafik cheklovi mavjud bo'ladi. Operator bu shartlarni reklama bannerlarida katta harflar bilan yozmaydi, balki kichik, ko'zga tashlanmaydigan joylarga yoki o'z veb-saytidagi tarifning to'liq tavsifiga yashirib qo'yadi. Uchinchidan, xalqaro roamingdagi yashirin to'lovlar. Agar siz chet elga sayohat qilsangiz, bu siz uchun juda muhim. Ko'pchilik sayohatchilar operatorning roaming paketlarini faollashtirishni unutib, odatiy holatda telefonlaridan foydalanishni boshlashadi. Masalan, siz Turkiyaga borasiz. Aeroportga tushgan zahotingiz smartfoningiz avtomatik ravishda mahalliy operator tarmog'iga ulanadi. Siz esa buni sezmaysiz. Internetni yoqasiz. Google Maps'dan yo'l topasiz. Bir nechta suratni Telegramga yuborasiz. Bir kunlik foydalanishdan so'ng O'zbekistonga qaytganingizda sizni millionlab so'mlik hisob kutib turishi mumkin. Nima uchun? Chunki roamingdagi internet narxi juda yuqori bo'ladi. Masalan, har bir megabayt uchun 1000 so'm yoki hatto undan ham ko'proq. Atigi bir necha 100 megabayt internet sizning balansingizdan 100 minglab, hatto millionlab so'm yechib olishi mumkin. Operatorlar ko'pincha sizni roamingdagi standart narxlar haqida yetarli darajada ogohlantirmaydi. Ular faqat roaming paketi faollashtirishni unutmang deb umumiy ma'lumot beradi. Oqibatda sayohatingiz ajoyib o'tgan bo'lsa-da, uyga qaytgach yoqimsiz, kutilmagan to'lov bilan to'qnash kelishingiz mumkin. To'rtinchidan, tugagan aksiyalar va keyingi narxlar. Operatorlar ko'pincha yangi tariflarni super arzon narxda birinchi oy yoki bir yil davomida katta chegirmalar bilan kabi jozibador aksiyalar bilan taklif qilishadi.
Siz bu taklifdan foydalanib, yangi tarifga o'tasiz, chunki narx juda qulay ko'rinadi. Ammo aksiya muddati tugagandan so'ng nima bo'lishini ko'pchilik o'qimaydi. Misol uchun, siz ertalabki nonushta uchun kuniga 2000 so'm evaziga cheksiz kofe taklif qiladigan kafega kirganingizni tasavvur qiling. Bir hafta o'tadi. Kofe narxi ertalab 10,000 so'mga ko'tariladi. Lekin siz bundan bexabar bo'lasiz, chunki kafe egasi sizni ogohlantirmagan. Xuddi shunday, mobil aloqada ham 1 yil o'tgach tarifingizning narxi 2 barobar, hatto 3 barobar oshishi mumkin. Operator sizga bu haqda SMS yuborishi mumkin, lekin u ko'pincha reklamalar orasida yo'qolib ketadi yoki siz unga e'tibor bermaysiz. Natijada siz avtomatik ravishda qimmatroq tarifga o'tkazilasiz. Lekin bu o'zgarishdan bexabar qolasiz va ortiqcha pul to'lashda davom etasiz. Beshapchidan maxsus raqamlarga qo'ng'iroqlar. Ba'zida biz turli xizmat ko'rsatish markazlariga, tanlovlarga qatnashish uchun yoki ma'lumot olish maqsadida qisqa raqamlarga, masalan 1xxx yoki OHXXX qo'ng'iroq qilamiz. Bu raqamlarga qo'ng'iroq qilishning narxi Odatiy qo'ng'iroqlardan ancha qimmat bo'lishi mumkin. Masalan, siz qaysidir tanlovda ishtirok etish uchun SMS yuborasiz yoki biron bir texnik yordam olish maqsadida qisqa raqamga qo'ng'iroq qilasiz. Bu xizmatlarning har bir daqiqasi yoki har bir SMS'i bir necha ming so'mga tushishi mumkin. Bu esa balansingizni tezda tugatib qo'yadi. Bu haqida operatorlar odatda kichik shriftda ogohlantirish beradi, lekin ko'pchilik bunga e'tibor bermaydi. Endi esa kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkinligini tahlil qilaylik. Ayniqsa xavf ostida bo'lganlar. 1. Katta hajmdagi internetdan foydalanuvchilar. Agar siz doimiy ravishda video ko'rsangiz, onlayn o'yinlar o'ynasangiz yoki fayllarni yuklab olsangiz, cheksiz tariflarning yashirin cheklovlariga duch kelishingiz mumkin. 2. Chet elga tez-tez sayohat qiluvchilar. Roamingdagi yuqori narxlar tufayli katta miqdordagi to'lovlarga duch kelish xavfi mavjud. 3. SMS orqali qandaydir xizmatlarga obuna bo'luvchilar yoki internetdagi reklamalarni bosuvchilar. Ular o'z ixtiyori bilan pullik obunalarga ulanib qolish xavfi ostida. 4. Keksa yoshdagi foydalanuvchilar. Ular ko'pincha texnologiyalar bilan unchalik tanish bo'lmaydilar va pullik xizmatlarga bilmagan holda ulanib qolishlari oson. Ularga kelgan SMS'larni noto'g'ri tushunishlari yoki tasodifan bosib yuborishlari mumkin. 5. Bolalar. Bolalar o'yinlar yoki boshqa kontentlar orqali pullik obunalarga ulanib qolishi mumkin. Ular o'yinlarda bepul tangalar yoki bonuslarni olish uchun SMS yuborib, aslida pullik obunalarga ulanib qolishadi. 6. Tarif rejasini yoki xizmatlarni kamdan kam hollarda tekshiruvchilar. Agar siz o'z balansingizni muntazam tekshirmasangiz, pullik obunalarga yoki kutilmagan to'lovlarga duch kelganingizni kech bilishingiz mumkin. 7. Eski tarif rejalaridan foydalanuvchilar. Ba'zida eski tariflarda narxlar o'zgarganda yoki yangi xizmatlar avtomatik tarzda qo'shilganda operatorlar bu haqda mijozlarga yetarli darajada xabar bermaydi. Nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin bo'lganlar, ammo ular ham ehtiyot bo'lishlari shart. 1. Faqat oddiy ovozli aloqa uchun telefondan foydalanuvchilar. Ular asosan qo'ng'iroqlar va SMS uchun mo'ljallangan eng sodda tariflardan foydalanishadi va internetga kirmaydilar. Bu turdagi foydalanuvchilarning pullik obunalarga ulanish ehtimoli kamroq. 2. Texnologiyalardan yaxshi xabardor, o'z hisobini doimiy nazorat qiluvchi foydalanuvchilar. Ular har qanday yangi xizmat yoki tarifga ulanishdan oldin uning shartlarini diqqat bilan o'qishadi va balans eksplarida
har qanday o'zgarishni darhol payqashadi. Ular hatto pullik obunalarni blokirovka qilish uchun maxsus buyruqlarni ham bilishadi. Keling, endi bir nechta hayotiy misollarga to'xtalib o'tamiz, chunki bu eng yaxshi tushuntirish usuli. Birinchi misol. Buvalaringizning ob-havo obunasi. Tasavvur qiling, 70 yoshli buvingizning telefonida kutilmaganda pul tugay boshladi. Uning tarifida oyiga 10,000 so'm yetarli bo'lishi kerak edi. Ammo bir necha oydan beri har oy 40,000 so'm ketib qolyapti. Siz uning telefonini tekshirganingizda ma'lum bo'ladiki, u bilmagan holda kunlik ob-havo ma'lumoti xizmatiga obuna bo'lib qolgan. Bu xizmat kuniga 1000 so'm. Jami oyiga 30,000 so'm. Bu tarif narxidan 3 barobar ko'p. Bu qanday sodir bo'ldi? Buvingizga bir necha oy oldin bepul ob-havo ma'lumotini sinab ko'rish uchun bir raqamini yuboring degan SMS kelgan. Buvingiz esa buni shunchaki bepul xizmat deb o'ylagan va bir raqamini yuborgan. SMSning kichik shriftli qismida esa sinov muddati tugagandan so'ng xizmat pullik bo'ladi deb yozilgan edi. Albatta, buvingiz bu shartni o'qimagan. Natijada har kuni 1000 so'm uning balansidan yechib olingan. Buvingiz esa pul qayerga ketayotganini tushunmagan, chunki uning uchun 30,000 so'm oylik pensiyasining katta qismi hisoblanadi. Bu vaziyatda operator ogohlantirish bergan deb hisoblaydi, ammo bu yashirin usul bilan qilinganligi tufayli buvijonimiz jabr ko'rgan. Ikkinchi misol. Talabaning cheksiz internet bilan muammosi. Universitet talabasi o'qish va dam olish uchun ko'p internetdan foydalanadi. U operator tomonidan taklif qilingan cheksiz internet tarifiga o'tadi. Oyiga 60,000 so'm to'lab. U xursand bo'ladi. Endi onlayn darslar, video konferensiyalar va kino tomosha qilish muammo bo'lmaydi deb o'ylaydi. Ammo oyning o'rtalarida taxminan 25 gigabayt trafik sarflaganidan so'ng internet tezligi birdaniga juda sekinlashib ketadi. 64 kilobits per second. U bu tezlikda hatto WhatsAppda xabar yuborish ham qiyin bo'lib qolganini sezadi. Operatorga qo'ng'iroq qiladi va u yerda unga Fair Usage Policy haqida eslatishadi. Tarifning mayda harflar bilan yozilgan shartlarida oylik 4 gigabayt trafikdan so'ng internet tezligi pasaytiriladi deb ko'rsatilgan ekan. Talaba bu shartni o'qimagan, chunki asosiy reklama bannerida cheksiz internet degan yozuv katta harflarda yozilgan edi. Natijada u oyning qolgan yarmida internetdan deyarli foydalana olmaydi. O'qishiga ham, dam olishiga ham to'sqinlik qilinadi. Lekin cheksiz internet uchun to'langan 60,000 so'm qaytarilmaydi. Uchinchi misol. Tadbirkorning roamingdagi kutilmagan hisobi. Ishbilarmon. Bir kishi Germaniyaga ish safari bilan boradi. U o'zining doimiy telefon raqamini ishlatishni xohlaydi, chunki mijozlari undan xabar kutishadi. U roaming xizmatini yoqtiradi, ammo maxsus roaming paketlarini faollashtirishni esdan chiqaradi. Aeroportga kelganida u Google Maps orqali mehmonxonaga yo'l topish uchun 10 to 15 daqiqa internetdan foydalanadi. Keyin hamkorlariga bir nechta rasmlar va xabarlarni yuboradi. Telefonida internet doim yoqiq turgani sababli orqa fonda ilovalar avtomatik yangilanadi va ma'lumotlar almashadi. 3 kunlik safardan so'ng O'zbekistonga qaytgach, uning telefon balansida 500,000 so'mdan ortiq qarz yozilganini ko'radi. Nima uchun? Chunki Germaniyadagi roaming narxi har bir megabayt uchun 1200 so'm edi. Uning telefoni 3 kun ichida bilmagan holda 400 to 500 megabayt ma'lumot sarflagan. Tadbirkor hayron qoladi, chunki u aktiv internetdan atigi bir necha soat foydalangan deb o'ylaydi. Operator unga SMS orqali roaming xizmati yoqildi. Narxlar
www.operator.uz saytida deb yuborgan. Ammo u buni diqqat bilan o'qimagan. Bu vaziyatda uning 3 kunlik internet sarfi 100 minglab so'mlarga tushgan. 4-misol. Yosh mutaxassisning aksiyasi tugaganidan so'nggi narx. Yaqinda ishga kirgan yosh mutaxassis katta operatorlardan birining super yillik tarifini qo'lga kiritadi. Ushbu tarif unga 1 yil davomida oyiga atigi 35,000 so'm evaziga 10 gigabytes internet, 1000 daqiqa va 500 SMS taklif qiladi. U bu taklifdan juda xursand bo'ladi, chunki bu uning uchun ayni muddao edi. U 1 yil davomida hech qanday muammosiz tarifdan foydalanadi. 1 yil o'tgach, u o'zining balansini to'ldirish uchun odatdagidek 35,000 so'm to'laydi. Ammo pul tezda tugab qolayotganini sezadi. Operatorning mobil ilovasida tekshirsa, uning tarif narxi avtomatik ravishda 80,000 so'mga ko'tarilganini ko'radi. U g'azablanadi va operatorga qo'ng'iroq qiladi. Operatorning javobi shunday bo'ladi: Hurmatli mijoz, siz foydalanayotgan super yillik aksiyasi 1 yilga mo'ljallangan edi. Aksiya tugaganidan so'ng tarif shartlariga ko'ra u avtomatik ravishda standart narxdagi shu tarifga o'tkazildi. Bu haqda biz sizga 1 oy oldin SMS orqali xabar berganmiz. Yosh mutaxassis bu SMSni eslolmaydi, chunki u reklamalar va boshqa xabarlar orasida yo'qolib ketgan bo'lishi mumkin. Natijada u 2 barobardan ko'proq pul to'lashga majbur bo'ladi. 5-misol. Bolaning o'yinlardagi pullik obunasi. Onasi 10 yoshli o'g'liga interneti bor oddiy smartfon olib beradi. Bola ko'pincha maktabdan keyin o'yin o'ynaydi. Bir kuni u internetdan biror o'yinni yuklab oladi va o'sha o'yinda bepul tangalar olish imkoniyatini ko'radi. Tangalarni olish uchun quyidagi raqamga SMS yuboring degan ko'rsatmani bajarib, bola so'ralgan raqamga SMS yuboradi. Bir hafta o'tgach, onasi telefon balansining juda tez kamayib borayotganini sezadi. Tekshiruvdan so'ng ma'lum bo'ladiki, bola kuniga 2000 so'm evaziga qandaydir premium o'yinlar to'plami obunasiga ulanib qolgan. Har kuni undan 2000 so'm yechib olingan va bir hafta ichida 14,000 so'm sarf bo'lgan. Operatorning javobi: Mijoz o'z ixtiyori bilan SMS yuborib obuna bo'lgan. Onasi bola bu xizmatning pullik ekanligini anglamaganini tushuntiradi, ammo operator buni inobatga olmaydi. Bu misollar sizga vaziyatning naqadar jiddiy ekanligini, operatorlar tomonidan qo'llaniladigan yashirin tariflar va aldovlar qanday real muammolarga olib kelishini yaqqol ko'rsatib beradi. Har birimiz ehtiyot bo'lishimiz shart. Endi esa ushbu qoidalardan istisnolar, yashirin tuzoqlar va noaniq nuanslar haqida gaplashaylik. Chunki hamma narsa bir xil emas. Har bir operatorning o'ziga xos siyosati, har bir xizmatning o'ziga xos shartlari bor. Bu borada e'tibor berishimiz kerak bo'lgan bir qancha nozik jihatlar mavjud. Birinchidan, bepul sinov muddatlarining ayyorligi. Ko'plab xizmatlar, masalan filmlar, musiqa yoki o'yinlar uchun 7 kun bepul sinov muddatini oling degan takliflar bilan chiqadi. Bu juda jozibador ko'rinadi, chunki siz xizmatni hech qanday pul to'lamasdan sinab ko'rishingiz mumkin. Ammo bu bepul sinov muddati tugagach, xizmat avtomatik ravishda pullik obunaga aylanadi. Eng asosiysi shundaki, ko'pincha bu pullik obunadan chiqish uchun aniq va oson yo'l ko'rsatilmaydi. Sizga bepul sinov tugagani va endi pul yechib olinishi haqida SMS kelishi mumkin, ammo bu SMSda obunani o'chirish uchun star XXX hash terish kabi aniq ko'rsatma bo'lmasligi mumkin. Natijada siz bu SMSni o'qimasdan tashlab yuborasiz yoki uni e'tiborga olmaysiz va keyin pulingiz yechib olinayotganini payqaysiz. Operatorlar bu yerda sizning beparvoligingizdan foydalanadi, chunki ular biladiki,
Ko'pchilik sinov muddati tugashini esdan chiqaradi va obunani o'chirmaydi. Ikkinchidan, operatorlarning rozilik tushunchasini talqin qilishlari. Siz o'ylaysizki, pullik xizmatga ulanish uchun sizning aniq roziligingiz bo'lishi kerak. Masalan, shartnomani imzolash yoki "ha" tugmasini bosish. Ammo operatorlar bu rozilik tushunchasini juda keng ma'noda talqin qilishadi. Misol uchun, sizga biror SMS keladi va siz tasodifan telefoningizni sumkada ushlab turganingizda klaviaturadagi qaysidir raqam ustiga bosib yuborasiz. Operator uchun bu sizning roziligingiz hisoblanadi. Yoki siz biron bir shubhali veb-saytga kirasiz va ekranda paydo bo'lgan OK yoki tasdiqlash tugmasini bosasiz, chunki siz u yerdan chiqib ketishni xohlaysiz. Bu harakat ham operator tomonidan pullik xizmatga obuna bo'lish uchun berilgan rozilik sifatida talqin qilinishi mumkin. Ularning shartnomalarida hatto kichik harflar bilan yozilgan bandlar bo'lishi mumkin. Ular sizning ma'lum bir harakatlaringizni rozilik deb qabul qilishlariga imkon beradi. Bu esa xizmatlarni osonlik bilan yashirin tarzda ulab yuborishga imkon yaratadi. Uchinchidan, bepul deya ta'riflarga qo'shilgan xizmatlar. Ba'zi ta'rif rejalarida qo'ng'iroqlarni boshqa raqamga yo'naltirish, ovozli pochta yoki detalizatsiya kabi xizmatlar bepul sifatida ko'rsatiladi. Bu juda qulaydek tuyuladi. Ammo siz ta'rifingizni o'zgartirganingizda yoki eski ta'rifingiz arxivi o'tkazilganida bu xizmatlar avtomatik ravishda pullik bo'lib qolishi mumkin. Yoki yangi ta'rifda bu xizmat umuman mavjud bo'lmasligi va siz unga alohida obuna bo'lishingiz kerakligi ma'lum bo'ladi. Operator bu haqda sizni aniq ogohlantirmaydi, chunki ular sizning shartnomani diqqat bilan o'qib chiqishingizni kutishadi. Siz esa yangi ta'rifda ham bu xizmatlar bepul deb o'ylaysiz va kutilmaganda pul yechib olinayotganini sezasiz. To'rtinchidan, shartnoma shartlarining o'zgarishi. Bu eng qiyin nuanslardan biridir. Mobil operatorlar o'z xizmatlari va ta'riflarining shartlarining bir tomonlama o'zgartirish huquqiga ega. Albatta, ular bu haqda mijozlarni xabardor qilishlari kerak. Ammo bu xabardor qilish usullari har doim ham samarali emas. Ba'zan operatorlar o'z veb-saytlaridagi yangiliklar bo'limiga kichik yozuv bilan e'lon joylashadi. Ba'zan esa sizga bitta SMS yuboriladi, u ham minglab boshqa SMSlar orasida yo'qolib ketadi. Siz esa bu o'zgarishlardan bexabar qolasiz va eski shartlar bo'yicha to'lashda davom etaman deb o'ylaysiz. Natijada narxlar oshadi, internet hajmi kamayadi yoki yangi cheklovlar paydo bo'ladi, lekin siz buni faqat hisobingizdan ko'proq pul yechila boshlaganida bilasiz. Operatorlar esa "Biz sizni ogohlantirgan edik, veb-saytimizni tekshirishingiz kerak edi" deb o'zlarini oqlaydi. Beshinchidan, turli operatorlarning turli siyosatlari. Har bir mobil operatorning o'ziga xos biznes modeli va mijozlar bilan ishlash usuli bor. Ba'zi operatorlar nisbatan shaffofroq bo'lib, o'z xizmatlari haqida batafsil ma'lumot beradi. Boshqalari esa aksincha, iloji boricha ko'proq ma'lumotni yashirishga intiladi. Shuning uchun bir operatorning qoidalari ikkinchisiga to'g'ri kelmasligi mumkin. Bu esa vaziyatni yanada chalkashtirib yuboradi. Siz bir operatorning xizmatlariga o'rganib qolganingizdan so'ng, boshqasiga o'tganda yangi yashirin tuzoqlarga duch kelishingiz mumkin. Oltinchidan, mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'limining ko'z yumishlari. G'alati tuyulishi mumkin, ammo ba'zida operatorning o'zi ham barcha yashirin xizmatlar va ularning ulanish, o'chirish mexanizmlari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmasligi mumkin. Yoki bo'lmasa, ular sizni bu xizmatlardan osonlikcha voz kechishingizga yordam berishni istamasliklari ham mumkin. Ba'zi hollarda siz qo'ng'iroq qilib pullik obunalarni o'chirishni so'raganingizda, operator sizga ulanish kodini aytadi, lekin o'chirish kodini aytmaydi. Yoki "Bu texnik imkonsiz" degan javobni berishi mumkin. Bunday holatlarda siz yanada qat'iy bo'lishingiz
va to'liq ma'lumot talab qilishingiz kerak. 7-dan, ilova ruxsatnomalari. Ba'zi mobil ilovalar siz ularni o'rnatganingizda SMS yuborish yoki qabul qilish kabi ruxsatnomalarni so'raydi. Siz ko'pincha bu ruxsatnomalarni o'qimay, ruxsat berish tugmasini bosasiz. Ammo ba'zi bir yomon niyatli ilovalar bu ruxsatnomalardan foydalanib, sizni bilmagan holda pullik SMS xizmatlariga ulab yuborishi mumkin. Bu ayniqsa bepul o'yinlar yoki foydali dasturlar ostida yashiringan ilovalarda tez-tez uchraydi. Ko'rib turganingizdek, bu muammo shunchaki oddiy bir tarif rejasini tanlash bilan bog'liq emas, balki mobil aloqa sanoatining chuqur va murakkab tizimi bilan bog'liq. Operatorlar har qanday usulda daromadlarini oshirishga harakat qiladilar va bu usullar har doim ham mijoz uchun shaffof va adolatli bo'lavermaydi. Shuning uchun bizning asosiy vazifamiz ogoh bo'lish va o'z huquqlarimizni bilishdir. Endi esa eng muhim qismiga o'tamiz: amaliy maslahatlar. Bu qismda sizga qanday qilib o'zingizni bu yashirin tariflar va kutilmagan to'lovlardan himoya qilish, pulingizni tejash va operatorlar sizni aldamasligiga qanday ishonch hosil qilish haqida aniq ko'rsatmalar beraman. Har bir tavsiyani diqqat bilan o'qing va amalda qo'llang. 1. Balansingizni va xizmat tafsilotlarini muntazam tekshirib turing. Bu eng muhim va birinchi qadamdir. Har oy, haftada bir marta yoki hatto har bir pullik amaliyotdan so'ng balansingizni tekshirishni odat qiling. Buning uchun bir qancha usullar mavjud. USSD kodlari. Har bir operatorning o'ziga xos USSD kodlari mavjud. Misol uchun, ko'pchilik operatorlarda *1OH, *1OH2H kabi kodlar orqali balansni, *1OH5H orqali qolgan trafik hajmini, *147H yoki *150OH orqali faol xizmatlar ro'yxatini tekshirish mumkin. Sizning operatoringizning veb-saytidan yoki mijozlarga xizmat ko'rsatish markazidan bu kodlarni aniqlab oling va ularni yozib qo'ying. Ba'zi operatorlarda xizmatlarni o'chirish uchun ham alohida USSD kodlari mavjud bo'ladi. Masalan, barcha pullik obunalarni o'chirish uchun maxsus kodlar, masalan, *111 *0H yoki *115H bo'lishi mumkin. Shaxsiy kabinet/mobil ilova. Deyarli barcha operatorlarning o'z mobil ilovasi yoki veb-saytida shaxsiy kabineti mavjud. Bu eng qulay usul. Ilovani telefoningizga o'rnating va undan doimiy ravishda foydalaning. Shaxsiy kabinetda siz balansingizni, tarifingiz shartlarini, qancha trafik qolganini, barcha faol pullik va bepul xizmatlarni, shuningdek, so'nggi to'lovlar va sarflar tafsilotini detalizatsiya ko'rishingiz mumkin. Bu sizga barcha pullik obunalarni osongina topish va ularni o'chirish imkonini beradi. Har qanday kutilmagan to'lovni shu yerdan aniqlashingiz mumkin. 2. Har qanday tarif yoki xizmatga ulanishdan oldin mayda harflar bilan yozilgan shartlarni diqqat bilan o'qing. Bu sizning asosiy qalqoningizdir. Reklama bannerlaridagi katta harflar bilan yozilgan jozibador yozuvlarga aldanmang. Operatorning veb-saytiga kirib, tanlamoqchi bo'lgan tarif yoki xizmatning to'liq tavsifini, ayniqsa izohlar, shartlar va qoidalar yoki kichik yulduzchali ma'lumotlar deb belgilangan joylarni diqqat bilan o'qib chiqing. Ayniqsa quyidagi punktlarga e'tibor bering. Aksiya muddati va aksiya tugagandan so'nggi narx. Cheksiz internetning haqiqiy cheklovlari, trafik hajmi, tezlik cheklovlari, tungi/kunduzgi cheklovlar. Roamingdagi narxlar va paketlar. Qo'shimcha xizmatlarning narxlari, SMS, daqiqalar, MMS. Pullik kontent xizmatlariga ulanish shartlari. Tarif o'zgarishi yoki arxiv o'tish holatidagi shartlar. 3. Premium SMS
/content xizmatlarini blokirovka qiling. Ko'pgina operatorlar pullik SMS xizmatlariga ulanishni butunlay blokirovka qilish imkoniyatini taqdim etadi. Bu funksiya yordamida siz bilmagan holda pullik obunalarga ulanib qolish xavfini sezilarli darajada kamaytirishingiz mumkin. Buning uchun operatoringizning shaxsiy kabinetidagi xizmatlarni boshqarish bo'limiga kiring yoki mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qilib, barcha pullik kontent xizmatlarini blokirovka qilishni so'rang. Bu sizni avtomatik obunalardan himoya qiladi. 4. Noma'lum SMSlar va qo'ng'iroqlarga ehtiyot bo'ling. Sizga kelgan har qanday shubhali SMSga, ayniqsa qandaydir linklar yoki raqamlarni yuborishni so'raydigan SMSlarga javob bermang va ularni bosmang. Noma'lum raqamlardan kelgan qo'ng'iroqlarga ham ehtiyotkor bo'ling. Agar siz qaysidir xizmatga ulanmoqchi bo'lsangiz, bu haqda operatoringizning rasmiy manbalaridan, veb-sayt, ishonch telefoni, ma'lumot oling. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni noma'lum shaxslarga bermang. 5. Chet elga sayohat qilishdan oldin roaming paketlarini faollashtiring. Agar chet elga chiqsangiz, har doim roaming xizmatini yoqtirib, maxsus roaming paketlarini internet, daqiqalar, SMS oldindan faollashtiring. Bu standart roaming narxlaridan ancha arzonroq bo'ladi. Paketlarni qaysi mamlakatga borayotganingizga qarab tanlang. Agar paket faollashtirmagan bo'lsangiz, telefoningizdagi mobil internetni o'chirib qo'ying va faqat Wi-Fi dan foydalaning. Shu bilan birga, roaming xizmatini yoqmasdan turib ham ba'zi smartfonlar ma'lumotlarni yuborishi mumkinligini unutmang. Shuning uchun iloji bo'lsa, roamingni butunlay o'chirib qo'ying yoki yangi SIM karta sotib oling. Sales. Mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Agar siz kutilmagan to'lovlarni aniqlasangiz yoki qandaydir pullik xizmatga bilmagan holda ulanib qolganingizni aniqlasangiz, darhol operatoringizning mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling. Vaziyatni tushuntiring. Pullik obunalarni o'chirishni va mablag'larni qaytarishni talab qiling. Qo'ng'iroq qilingan sana va vaqtni, operatorning ismini yozib oling. Agar bir marta murojaat qilganingizda yordam berilmasa, yana qo'ng'iroq qiling va qat'iy turing. Ba'zi hollarda agar pullik obunaning faollashuvi haqida operator sizni aniq ogohlantirmagan bo'lsa, sizga mablag'larni qaytarishlari mumkin. 7. Tashqi organlarga shikoyat qiling. Agar operator sizning muammoingizni hal qilishni istamasa, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatiga yoki aloqa sohasidagi tartibga soluvchi organlarga, masalan, O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi yozma shikoyat qoldiring. Shikoyatda vaziyatni batafsil bayon eting. Barcha dalillar, SMS xabarlarning skrinshotlari, balansni tekshirish skrinshotlari, qo'ng'iroqlar sanalarini ilova qiling. Bunday rasmiy shikoyatlar operatorlarni muammoni jiddiyroq ko'rib chiqishga majbur qiladi. Sizningcha, operatorlar haqiqatdan ham bu ma'lumotlarni bizdan yashiradimi? Siz ham qandaydir yashirin to'lovlarga duch kelganmisiz? O'zi tajribangiz va fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqalarga ham yordam berishi mumkin. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va do'stlaringiz bilan ulashing, chunki bu ma'lumot hammaga kerak. Va albatta, kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Oldinda sizni yanada foydali va qiziqarli videolar kutmoqda. Sog' bo'ling.